o'sha muammo chiqqanda uni tomiriga bolta urish kerak. Tomiriga bolta urish esa faqatgina Gembada, ya'ni o'sha mahsulot ishlab chiqariladigan joydagina amalga oshirilishi mumkin xolos. Ishlab chiqarishda sifat bilan bog'liq bo'lgan har qanday muammoni yechimi mavjud. Unga yechim topsa bo'ladi. Faqat unga olib boradigan to'g'ri yo'lni tanlay bilish kerak xolos. Ya'ni jarayonlarni ketma-ketligini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Biz misolda oladigan bo'lsak, stul ishlab chiqarishda oladigan bo'lsak, muammo kelib chiqqanda, o'sha muammoni bartaraf etish yo'llarida bizda Yaponiyada qo'llaniladigan narsa, kechagi videoda aytib o'tganim 3 ta G harfi, ya'ni ingliz tilidan olingan G harflar bilan boshlanadigan yapon so'zlari. Ya'ni gemba, genbutsu, genjitsu. Gemba, genbutsu, genjitsuni qo'llash sizga muammoni kelib chiqish sabablarini, ya'ni tub sabablarini topishga yordam beradi. Nomuvofiq mahsulot keldi, ya'ni reklamatsiya keldi. Xaridordan reklamatsiya kelganda nima qilamiz birinchi? O'sha mahsulot ishlab chiqariladigan joyga boramiz, ya'ni Gembaga o'sha mahsulot ishlab chiqariladigan liniyaga boramiz. Liniyadagi o'sha mahsulotdagi chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni o'rganishdan boshlaymiz. Kaizen'da ma'lumotlar bo'lgandagina gaplashamiz degan bir elementi bor. Ma'lumotlarni to'plashingiz kerak. Ma'lumotlarni to'plagandan keyin uni qayta ishlashda ham albatta Genbutsuga murojaat qilishga majbur bo'lasiz. Genbutsu degani o'sha ishlab chiqargan mahsulotingiz. Ishlab chiqargan mahsulotimiz stul bo'ladigan bo'lsa, stuldagi muammo chiqqan joy Gembaga borib turib, genjitsu hozirgi holatni o'rganamiz. Ya'ni muammo kelib chiqishiga nima sabab bo'ldi? Muammo kelib chiqishining asl sababini topganimizdan keyin bu muammoni bartaraf etish chora-tadbirlari ishlab chiqiladi. Muammoni bartaraf etish chora-tadbirlari nima uchun kerak? Keyinchalik sizga yana xuddi shunaqa muammo kelib chiqmasligini oldini olish uchun. Ya'ni o'sha muammo chiqqanda uni tomiriga bolta urish kerak. Tomiriga bolta urish esa faqatgina Gembada, ya'ni o'sha mahsulot ishlab chiqariladigan joydagina amalga oshirilishi mumkin xolos. Genbutsu, ya'ni o'sha mahsulotni o'zini ishlab chiqarish jarayonida to'g'ri sifatli qilib ishlab chiqarish uchun to'g'ri sharoit yaratib berish, bu har bitta ishlab chiqarish rahbarining vazifasi hisoblanadi. Gemba, genbutsu, genjitsu tamoyiliga asoslanib ishlash sizning kompaniyangizni mahsulotlarini sifatli muammosiz xaridorga yetib borishda juda katta rol o'ynab beradi. Keyingi videolarda yana buni davom ettiramiz. Ya'ni Gemba Walk degan narsa bor. Gemba Walk degani xuddi o'sha Gemba, genbutsu, genjitsuni amalga oshirish jarayoni. Uni qanday amalga oshirilishda imkoni bo'lsa birorta case bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Obuna bo'ling, do'stlarga jo'nating. Foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursand bo'laman. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlar dunyo bozorini egallashi kerak.